Ichadigan doringiz? Ko'p dori yozmadingizmi ishqa? Yo'q. Yondosh kasalliklaringiz bo'lmagani uchun faqatgina bitta qon bosim tushiruvchi dori yozdim. Voy, bu doimiy deb yozibsizmi? Tabiiy yo'ldan davolasa bo'lmaydimi? Aslo yo'q. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston yurak kasalliklaridan o'lim ko'rsatkichi eng yuqori mamlakatlardan biri. Bu ma'lumotning to'g'riligini GPT yoki Google orqali 5 soniyada tekshirib olishingiz mumkin. Buning asosiy sababi esa ko'pchilik bemorlarning kasallikka nisbatan o'ta loqayd munosabatdaligida, ya'ni vrach buyurgan dorini doimiy ichish o'rniga tabiiy yo'llar bilan davolashni xohlashadi. Buning oqibatini esa ko'rib turibsiz. Unutmang, yurak kasalliklarini ko'k choy, lemon choy, shotut sirkasi, ayniqsa televideniya va ijtimoiy tarmoqlar orqali og'iz ko'pirtirib reklama qilinayotgan, lekin birorta ham ilmiy tadqiqotdan o'tmagan batla bilan davolash imkonsiz. Bu ximikatlardan ichim apteka bo'lib ketdi deyishingiz mumkin. Unutmang, ular bir necha 10 yillar davomida avval hayvonlarda, keyinchalik 100 minglab bemorlarda ilmiy tadqiqotlardan o'tgan. Demak, tanlov o'z qo'lingizda. Yoki shifokor tomonidan tavsiya qilgan dorini doimiy qabul qilib hayot sifatini yaxshilaymiz, yoki tabiiy yo'llar bilan davolanishda davom etib, yuqoridagi statistikada birinchilardan bo'lib turaveramiz.